Bismillahirrohmanirrohim. Darsimizni davom ettiramiz. 3-darsimizni al-qavoid, qoidalar. Demak, qoidalarda sizlar bilan maf'ulun bihi, ya'ni muttasil bo'lgan maf'ulun bihini zamirini o'tamiz. Bu maf'ul, ya'ni muttasil maf'ulun bihini zamirlari tanqosimu deyiladi, ya'ni qismga bo'linar ekan. Qanday qismga? Domairul mutakallim zamirlarga, domairul muxotob zamirlarga va domairul g'oyib zamirlarga. Mutakallim zamirlarimiz nima edi? Shaxs o'zi gapirayotsa. Hozir men kimman? Muxotobmanmi, g'oyibmanmi, mutakallimman? Mutakallim. Men mutakallimman, men gapiruvchiman. Mana shu domairul mutakallim. Yoki men gapirishim mumkin, yoki hammamiz gapirsak, nima bo'ladi? U ham mutakallim bo'ladi. Demak, domairul mutakallim bizda qaysilarida ye bilan to'g'ri, maf'ulun bihini aytyapmiz biz nazarda tutyapmiz. Xo'p, domairul muxotoblarchi, domairul muxotob al maf'ulun bihida nazarda tutyapman, qayta aytaylik. Ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. ki, kuma, kunna. Yaxshi, kunna. Xo'p, qisqa qilib mana ka, kuma, kum, kunna qilib qo'ydim. Xo'p, domairul g'oyiblarimizchi? Hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna. hum, ha, huma ikkalasiga ketadi. Kuma, kunna. Xo'p, ular domairul g'oyib maf'ulun bihida nazarda tutyapman. Xo'p, endi fe'limizni beradigan bo'lsak, kecha sizlar bilan shakaroni o'qigandik, to'g'rimi? Mana qarang, shakaro katta Asiya va Mahfuza qarab turinglar. Shakaro degani rahmat aytdi degani, to'g'rimi? Men sizlarga doroba fe'lini berdim. Doroba degani urdi degani. Shakarochi rahmat aytdi. Qaranglar. Rahmat aytuvchi kim? Kim? Bu ish harakatni bajaruvchisi kim? Bu o'sha odam. Mashalloh, ya'ni u bajardi-ku. Kim rahmat aytdi? U rahmat aytdi. Ish harakatni bajaruvchisi kim? Men kirishchalab u qildim. Demak, arab tilida u desam, u ikkisi, ular desam nima bo'ladi? U, huva deyman, to'g'rimi? Demak, uni ish harakatni bajaruvchisi kim ekan? Huva ekan. Foili huva ekan. Xo'p, foili hiya demadim. Nimaga? Foili bu yerda hiya bo'lmaydi. Agar shakarot deganimda hiya bo'ladi. Demak, shakarotda foil nima bo'lar ekan? Huva bo'lar ekan. Demak, ish harakatni bajaruvchisi kim ekan, Mahfuza? ish harakat bajaruvchisi hozirda yaqinlaydi. Ish harakat bajaruvchisi Kim rahmat aytdi? Muhammad aytdi. Ha, Shakaro Muhammad deb keldi, to'g'ri, mashalloh. Lekin hozir bitta biz Muhammadni olib qo'yapman-da. Shakaro desam, masalan, doroba, dahola, xoraja desam. Xo'p, nima bo'ladi? U ish harakatlarini bajaruvchisi kim bo'ladi? Kim so'rog'iga nima javob bo'ladi? U bo'ladi. Tushundingizmi? Ha, kim chiqdi? U chiqdi. Kim o'qidi? U o'qidi. Kim rahmat aytdi? U rahmat aytdi. Kim kirdi? U kirdi. Demak, ish harakatni bajaruvchisi ana shu kirganlik, rahmat aytishlik, o'tirishlik, o'qishlik, ichishlik, yeyishlik, mana shu ish harakatni bajaruvchisi, vujudga keltiruvchisi kim ekan? Huva ekan. Ana shu foil hisoblanadi. Demak, ish harakatni bajaradigan shaxsimiz nima ekan? Foil ekan. Kim yoki nima so'rog'iga javob bo'ladi. Xo'p, endi shakaro deganda men foili u. Endi mana shu shakaro fe'liga men maf'ulun bihilarni zamirini olib kelyapman. To'g'ri, sizlar aytishingiz mumkin, ustoz, hali biz durust birda bo'lsak, Asiya bilan Ibrohim Robiya tushunishi mumkin, lekin biz hali durust birda, biz maf'ulun bihini tushunmaymiz o'zi, deyishlar mumkin. O'tgan safar qisqa bo'lsa ham aytib ketdim. Nima qilay? Bu sarf boshlang'ichda maf'ulun bihini tushuntirib o'tibdi. Ya'ni maf'ulun bihini zamirlar bilan ifodalanishini tushuntirib o'tibdi. Va men sizlarga qisqa bo'lsa ham tanqid ketyapman, lekin chuqur kirib ketmayapman. Maf'ulun bihi bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi, sarf bo'ladi yoki g'oyri sarf bo'ladi va bunaqa ishlatsak ham bo'ladi deb ketmayapman. Faqat shu maf'ulun bihini kimni, nimani yoki kimga so'rog'iga javob bo'ladi. Maf'ulun bihilar mana zamir bo'lib kelishi ham mumkin. Zamir bo'lib kelsa, muttasil zamirlarni ishlatamiz deb tushuntirib o'tdim. Va maf'ulun bihi kimni, nimaga yoki kimga, qayerga so'roqlarga javob bo'ladi. Hozir qayergani qo'shmay turing. Zamirlarda chunki. Xo'p. Demak, qaranglar, mana shu shakaroga endi men maf'ulun bihilarni qo'shmoqchiman. Maf'ulun bihi nima degani? Maf'ulun bihi kim aytadi? Kecha tushuntirganman. Sizlar o'tgansizlar, aytmaysizlar. Men kecha tushuntirganlarimdan so'rayman. Nima degani edi, Mo'mina? Maf'ulun bihi nima edi? Masalan, ish harakatni bajaruvchisi u bo'ldi, to'g'rimi? Huva ekan. U bo'ldi. U foil bo'ldi. U o'sha u'si foil bo'ldi. Masalan, suv ichdi bo'lyapti-ku, ustaz. Masalan, Zaynab suv ichdi bo'lsa, o'sha suv maf'ulun bihi bo'ladi. Mashalloh, xo'p. Chunki o'shani fe'l o'shani ustida bajarilyapti-da. Mashalloh. Ish harakat o'shani ustida bajarilyapti, to'g'rimi?
Mana shu. Masalan, hozir rahmat aytdi desam, shakaro bo'ladi. Kim aytdi? U aytdi. Demak, uni rahmatda aytuvchini bajaruvchisi kim? U, huva bo'ladi. Endi masalan, kimga aytdi? Kimga desam, masalan, shakaro hu degan zamirni olib kelsam, unga rahmat aytdi. U unga rahmat aytdi-da. Unga, demak, qarang, unga rahmat aytdi. birinchi yozyapman qizlar, o'rganishinglar shart. Unga rahmat aytdi. Tamom. Endi qaranglar, unga rahmat aytdi deganimda, demak, mana shu yerdagi hu zamirimiz, mana shuni ismini aytuvdim-a, ota-onasi qo'ygan al-ha zamirimiz o'rniga. Al-ha zamirimiz maf'ulun bihi bo'ladi. Demak, rahmat aytishlik kimga bo'lyapti? Unga. Ha, unga bo'lyapti-da. Sizni rahmat aytadigan ish harakatingiz uni ustida bajarilyapti. Xo'p, endi xuddi shunday, masalan, shakarohuma desamchi, u ikkisiga rahmat aytdi. Tushunyapsizmi, Asiya? Ha, tushunyapman. Ya'ni qarang, mana bu yerda mana shakaro fe'lini qo'yib olasizda yoki doroba fe'lini qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Misol, shakaroni qo'yib oldingiz, shakarohu plus, yerga plus qo'yibman. Shakarohu yoki shakarohuma ishlatishim mumkin, yoki shakarohum ishlatishim mumkin, yoki shakaroha ishlatishim mumkin, shakaro yana huma, yoki shakarohumni ishlatishim mumkin. Shakaroka, shakarohuma, shakarohum yoki shakaroki, shakarohuma, cho'ziladi. Shakarohunna, keyin shakori bo'lib qolmasin, Robiya, siz Robiyaga o'xshab shakori bo'lib qolmasin-da, dorobiy bo'lib qolmasin. Nima dedim? Mutakallim qo'yini olib kelamiz. Shakaroni bo'ladi va shakarona bo'ladi deb aytib ketdim. Xo'p, demak, mana shu fe'li shakaro fe'li o'zi xolos. Uni nimasi fe'li shakaro. Uni foili bo'lsa huva. Tushunarlikmi? Mana bu huva bo'ladi. Mana bu qolganlari esa nima? Maf'ulun bihilar hisoblanadi. Tushuntira oldimmi? Tushunmasanglar so'ranglar, tushunmayapman ustoz, qanday bo'ladi? Mana u nima degani, bu nima degani deb so'ranglar, tamom? Xo'p, ustoz. Qaytarib aytyapman. Masalan, Asiya, Ibrohim, Robiyalarga qiyin bo'lmaydi, chunki ular Madina 2da. Sizlar Madina 1dasizlar. Tushunmasinglar tabiiy. Xo'p, shuning uchun tushunmadim. Xo'p, ikkinchisi, demak, qoidalaridagisi al-af'alu naw'an, demak, al-af'alu naw'ani. Fe'llar nima? Ikki navdir deyapti. Ikkita nav bor. Maf'ulun bihini qabul qiladigan fe'l u kecha aytdik. Masalan, mislu shakaro yoki maf'ulun bihini qabul qilmaydigan fe'l, xuddiki shabi'a degan, to'ydi degani. Xo'p, o'zida qoladi-da, ish harakat o'zini ichida bajariladi, boshqaga o'tmaydi-da. Xo'p, uchinchi qoidamiz shuki, bunda nima qilinadi? Agar ya mutakallim zamiri kelsa, nun viqoya nima qilinishi kerak edi? Nazidu, ya'ni ziyoda qilamiz deb. O'tgan safar tushuntirib berdim. Yana qaytarib, mana qoida bilan tushuntiryapman. Sizlarga tushuntirgan narsamni bu yerda sizlarga qoida shaklida beryapman. Ularni daftaringlarga yozib olinglar, xo'p? Xo'p, nazidu vavan va vav ziyoda qilinadi. Qachon vav ziyoda qilinardi, qizlar? Qachonki tum qo'shilsa, mana araftumuni deganingizda, qani araftumni bo'lmas ekanda, araftumuni bo'lar ekan, tushunarli? Yoki araftumuna bo'lar ekan. Qachon Bizga og'ir kelar ekanda o'shanaqa deyish. O'shaning uchun biz vovni ziyoda qilar ekanmiz. Mashalloh. Demak, shunda vovni ziyoda qilar ekanmiz. Xo'p, endi mashqlarni o'qiymiz. At-tadribul avval, birinchi tadribimiz, ya'ni birinchi mashqimiz. Bu yerda mana ya mutakallim bo'lgan o'sha maf'ul zamirlarni bo'sh o'rinlarga to'ldir deyapti. Kama fi namuzaj. Namuzajda, ya'ni namunada berilgandek. Xo'p, hal sa'alta ya Umaru shay'an. Bitta nuqta beryapti. Endi siz ya mutakallim zamirini qo'shishingiz kerak. Mana sizga namunada mana nuqtani o'rniga mana bitta to'ldiryapti. Hal sa'altani ya Umaru shay'an. Ammaru ekan, Umar emas. Ustoz bitta o'zi aytib turibdi-ku, sa'alta deb. Misolda bitta qarang, hal sa'alta edi-da, endi siz bunga ye zamirini qo'shishingiz kerak-da, al-yani qo'shishingiz kerak. Sen, Umar, sen mendan bir narsa so'radingmi, deyapti. Mana shu yerda sa'altaga yeni qo'shganingizda nima qo'shilib keladi? Nun qo'shilib keladi. Nunul viqoya qo'shilib keladi. Tushunarlikmi? Mana shuning uchun sa'altani bo'ldi. Nun viqoya bo'ladi. Mana bu ya uni maf'ulun bihisi bo'ladi. Savolda qanday? Umar, mendan deysiz. Ni bo'lyapti, chunki ye. Mendan biror narsa so'radingmi? Tushunarli? Endi qolganlarini ham mutakallim zamirini yopishtirasizlar, qo'shasizlar va bu mutakallim zamiri bilinglarki maf'ulun bihi va yopishtirayotganlaringizda e'tibor beringlar. Nimani olib kelishinglar kerak? Nunul viqoyani sherik qilib qo'yinglar, bo'lmasa xafa bo'ladi. Xo'p, kichkinasi. Hal sami'ta sadiqi? Hal sami'ta. Birinchi shunaqa dedingiz. Ya sodiqi. Aytyaptiki, hozir birinchi do'stim, sen eshitdingmi? eshitdingmi deyapti. Do'stim, sen eshitdingmi deyapti. Bitta qarang. Hal sami'ta ya sodiqi? Do'stim, eshitdingmi?
Endi nima deyishing kerak? هل سمعتني يا صديقي ey Ha. do'stim meni eshitdingmi Endi sen aytmoqchisanki, meni eshitdingmi deganingda nima qo'shib kelar ekan? هل سمعتني Mashalloh, sami'tani tini bunday qilib qo'shib yuborasizlar baqa. Xo'p, keyingisi Ibrohim. Birinchi oldin mana buni tarjima qilib o'qing. eshitdingmi ey Oldin eshitdingmi o'qish kerak-da. هل سمعت يا أمي eshitdingmi ey onam هل سمعتني يا أمي Hı? eshitdingmi meni ey onam Endi sizlar aytyapsiz, to'g'ri, mashalloh. O'zi ti mufratga va nimaga ishlatiladi? Hurmat sifatida biz onamizni nima qilamiz, siz bilasiz, to'g'ri. Xo'p, ketdik. Mo'mina, siz هل سمعتما يا رجلان ni. هل سمعتماني bo'ladi ustoz shunda Aha, oldin birinchi o'qib oling. Hal sami'tuma ya هل rajulan. سمعتما يا رجلان يا رجلان siz u tuma bo'lyapti u ikkisi Yo'q. Ya, nimaga ishlatiladi? Ya, muxotob qarshingizdagi muxotobga nisbatan ishlatiladi. Rajulani ikkilikka. Ikki erkak. siz siz ikki erkak siz eshitdingizmi deyapti Ha, endi siz nima deyishingiz kerak? Endi ikki erkak, siz meni eshitdingizmi deysiz. هل سمعتماني يا رجلان Mashalloh. meni eshitdingizmi bo'lyapti endi İkkingiz. Siz ikkingiz meni eshitdingizmi? Erkak. Ketdik. Mahfulda. Mahful voyda. هل سمعتم هل سمعتما هل سمعتماني يا O'qiydi, o'qiydi. أصدقائي Hozir qana o'qityapmanmi? Quloq solib turinglar. Birinchi nimani o'qitib olyapman. Buni o'qiysizlar oddiy qilib, keyin tarjima qilasizlar. Keyin nunni olib kirasizlar. Yeni olib kirasizlar. أها. هل سمعتم يا Ha. أصدقائي Ha. sizlar meni eshitdingizmi Meni deganni qo'shmadingiz hozir. Hal sami'tum ya asdiqoi. Tarjima qiling. meni eshitdingizmi ey Yo'q, siz nimaga? o'rtoqlarim Meni yo'q albatta. Sami'tummi. Oldin oddiy o'qib tarjima qiling. Nima degani sami'tum? eshitish Sami'tummi. Ha? Mo'mina nima degan sami'tum? eshitish Eshitish emas. kerak ekan Ha. sizlar eshitdinglarmi sizlar Ha. eshitdingiz Sami'tum degani eshitdingiz. Hal kirsa nima bo'ladi? Eshitdingizmi bo'ladi. Ya asdiqoichi. Do'stlarim. o'rtoq do'stlarim Demak, hal sami'tum ya asdiqoi nima bo'lar ekan Mahfuza? eshitdingizmi ey do'stlarim Mahfuzadan so'rayapman, Mo'minadan emas. eshitdingizmi ey do'stlarim Ha. Endi siz nimani qo'shing? Maf'ulun bihi ya'ni qo'shing. Ya zamirini qo'shib ayting. Hal هل سمعتم هل سمعتموني يا أصدقائي Tabii. هل سمعتموني يا أصدقائي Olib kirib keladi. Sami'tumuni bo'ladi. Yaxshi, tarjima qiling. sizlar yo'q sizlar eshitdingizmi ey do'stlarim Hatto. mayli Ha. هل سمعتموني يا Hı. ey do'stlarim meni eshitdingizmi Ha, meni deyapti-ku, o'zingiz meni qo'shdingiz. Mahfuza, endi nima qilyapsiz? Boshida boshqacha tarjima qildingiz. Endi mana shuni aytishingiz kerak bo'lganda o'rinda buni aytmadingiz. Tushunmayapsizmi, Mahfuza, tushunayotganimni? Diqqatinglar qarab turibsizlarmi ekranga? Men gapiryapmanmi? Tushunmayapsizlar sizlar hozir aytayotgan narsalarni. Sami'tum nima degani? eshitdingizmi Ha, eshitdingiz bo'ladi. Xo'p, meni eshitdingiz bo'lsa nima bo'lar ekan? سمعتموني Ha, shuni ayting-da. O'zbekcha tarjimani noto'g'ri tarjima qilyapsiz. Hal sami'tumuni bo'ladi. Meni eshitdingizmi bo'lsa hal sami'tumuni. Eshitdingizmi bo'lsa nima bo'ladi? سمعتم Ha. Hal sami'tum eshitdingizmi? Xo'p, keyingisini ham qilingchi, ko'raychi. هل سمعتن يا بنات Tu بنات eshitdilaringizmi ey qizlar ha, سمعتمونني ha, يا بنات ha. eshitdingizmi yo'q
Ey qizlar, eshitdilaringizmi? Ikkovsi bir xil bo'lib qoldi-ku. Sami'tunna ya banatu bilan bir xil qoldi. bo'ldi ustoz. Ikkinchisida farq qilish kerak-ku. Ey qizlar, ey qizlar, meni eshitdingizlarmi? Alhamdulillah. Oldingizda hech kim yo'qmi? O'zingiz aytdingizmi tarjimangizni? Ha, men boshqa yerdaman, uydaman ustoz. Ha, alhamdulillah. Mashalloh. Xo'p, yaxshi. Keyingisida menga faqat mana shu nimani Mahfuza, hozir Mahfuza, Asiya, katta Asiya nazarda tutyapman. Nima yozib qo'yay? Mahfuza, Mahfuza, Asiya. Sizlar ikkovlaring shunday qilib yozib, tarjimasi bilan yozib kelasizlar. Tushunarlingmi? Tarjima qilib menga jo'natinglar. Hozir aytganim, videoni jo'natib qo'ymang. Birinchilikda to'g'ri qilib tarjima qilasizlar. Hozir aytdik-ku, hal sami'ta ya sodiqi, ey do'stim, eshitdingmi deb aytasiz, yozasiz. Keyin hal sami'tani ya sodiqida, ey do'stim, meni eshitdingmi deb yozasiz. Tushunarlimi? Xo'p, sizlar ikki kishi shunday yozasizlar, majbursizlar. Qolganlarga majbur emas. Qilgilaringiz kelsa qilishinglar mumkin. Majbur emaslar. Xo'p, ikkinchi mashqni o'qiymiz. Xo'p, yo'q, o'qisiz mayli emas. Xo'p, bo'sh o'rinlarda endi na maf'ul nimasi, maf'ul zamirni bo'sh o'rinlarga to'ldirishimiz kerak. Xo'p, al muazzafu arafa. Ya'ni vazifalantirilgan kishiga nima deyiladi? Muazzaf deyiladi, to'g'rimi? Endi siz nima deyishingiz kerak? Nani qo'shishingiz kerak. Qanaqa qilasiz? Kim aytadi? الموظف عرفنا Mashalloh. Al muazzafu arafana bo'ladi. Xo'p, ya'ni muazzaf hozir aytganimdek vazifalantirilgan kishi, ya'ni xizmatchi desak ham bo'ladi. Xizmatchi tarjima qilsak. Xizmatchini biz bilamiz bo'ladi ustoz shunda. Labbe, Xizmatchini biz taniymiz bo'ladi shunda. agar biz taniymiz bo'lsa-chi, qarang. Bitta aytyapti domirol maf'ul deyapti, asal. Qarang. Agar biz taniymiz bo'lsa, asal arafna bo'ladi. Tushundingizmi? Biz taniymiz. Batta, hozir gapirib oling. Batta siz maf'ul bihi qilib berishingiz kerak. Nani? Foil emas. Arafana bo'ladi. Mo'mina tushunyapsizmi? Mo'mina savol berdingizmi? Aha, men savol berdim. Hozir mana na biz ishlamaydimi ustoz? Biz ishlaydi, ammo foili bizmi? Biz tanimizmi? Yoki u bizni taniydimi? Foili bizmiz, biz taniymiz uni, biz. Agar biz uni taniymiz bo'ladigan bo'lsa, biz taniymiz. Qarang. Bu yerda deyapti domirul maf'ul bo'lgan zamirni nasini qo'ygin deyapti. Maf'ul bo'lgan zamirni qo'yadigan bo'lsangiz, mana bu sukun bo'ladimi? Arofna bo'ladimi? Agar arofna bo'lsa, biz taniymiz bo'lib qoladi. Bizni taniydi deyishingiz kerak siz. Biz taniymiz bo'lsa, kim taniydi so'rog'iga javob kim taniydi? Mo'mina o'ziga savol. Kim taniydi? Kim taniydi? Agar biz taniymiz desangiz, tanishlik ish harakatini kim bajardi? Kim taniydi? U taniydi. Biz taniymiz deyapsiz. Yana nima u taniydi deyapsiz? Arofna dedingiz hozir. Arofna degani biz taniymiz. Biz taniymiz degani. Tamam, qarang, yozyapman. Biz taniymiz. Xo'p, tamam. Biz arofna biz taniymiz bo'lsa, uni foili nima bo'ladi? Biz bo'lamiz. Alhamdulillah. Demak, uni foili nima ekan? Biz ekan. Bizdan hozir mashqda talab qilayotgan narsa foil bo'lgan nani aytyaptimi yoki maf'ul bo'lgan nani so'rayaptimi? Maf'ul bo'lganidan. Siz bo'lsa nima qilyapsiz? Foil bo'lgandan. Ana. Siz nima deyishingiz kerak? Arafani bizni taniydi. Bizni taniydi. Nimada keldi-ku tekstda. Nimada ham sizlar bilan o'qiyotganimizda ta'limda xolaqona dedik-ku. Agar xolaqona deb qo'ysak, biz yaratdik bo'lib qoladi. Astag'firullah. Xolaqona bo'lsa bizni. Agar ustoz mana shu domirol maf'ulni o'rniga anasi bo'lganda nima deydi? Maf'ul bo'lmaganda biz uni biz taniymiz deb tarjima qilgan bo'lardik, to'g'rimi? Agar mana shu nayimiz bu yerda bizda domirol fa'il deganida, mo'mina. Siz aytgandek arofna bo'ladi. Domirol maf'ul degani uchun biz nima qilyapmiz? Nima deyishimiz kerak? Arafana deyishimiz kerak ekan. Ha. Qolganlardan tushunyaptimi yoki tushunmayaptimi? Robiya tushunyapsizmi? Aha. Mahfuza? Men yani tushundim ustoz. Arofna bilan arofana nima farqi bor ekan? Arafa bildi. Arafna biz bildik. Mashalloh. Arofana bo'lsa nima bo'lar ekan?
Biz bildik. Yo'q, arafana. Bizni Ha, bizni bildi bo'ladi. Bizni tanidi bo'ladi. hmm, Taniydi emas, tanidi desak yaxshiroq. Taniydi bo'lsa, to'g'ri bo'lar ekan. Bizni tanidi. ha endi bildim arafna bilan arafani ustoz. Tushundingizmi? Aha. Agar bizda domiril fa'il deganda biz nimani qo'yamiz? Arafnadir deb fini sukun qilardik. Chunki darobna deysiz-ku. Daroba oxirida nima deysiz? Darobtu darobna deysiz. Bu yerda na fa'il bo'lardi. Bizda maf'ul, domiril maf'ul so'rayapti. Aha. Xo'p, keyingisini tushungan bo'lsangiz, Mahfuza siz o'qing. Buthanatu arafat Busaynatu. Busayna bu ism, ha? ha Buthaynatu arafat Buthaynatu araf tana Busaynatu arafat. Agar busaynatu arafat desa nima bo'ladi? Buthaynatu arafat bo'lsa Buthayna bildi. Busayna bildi. Endi Busayna bizni bildi, bizni tanidi demoqchi bo'lsa nima bo'ladi? Arafat araftana Arof va na tabi araftana arof tanami? Tana sizdan xafa bo'ladi. Arof tanasi. arafatna Arofat na to'g'ri. Arofat na. Xo'p, keyingisi? Xo'p, keyingisi Asi o'qiding. Boshqalar ham o'qishi kerak. Xo'p, Robiya siz o'qing. al-ba'i'ani arafana Birinchi oldin al-bayi'ani arafat siz nima bo'ladi? al-ba'i'ani haligi mayda ismmi? Yo'q, sotuvchi. Ha, sotuvchi bildi. Sotuvchi. Sotuvchilar emasmi ustoz? Ha, ikkita sotuvchi. Ikki sotuvchi. Bildi. Hop. Endi siz nima deyishingiz kerak? Ikki sotuvchi bizni bildi. Al-ba'i'ani arafana. Mashalloh. Ikki sotuvchi bizni bildi. Yaxshi. Keyingisi Ibrohim san. Safiyatu va Maryam arafata. Safiya va Maryam bildi. Safiyatu va Maryam arafatana Nima bo'ladi? arafatan. Safiya va Maryam O'qimading unasin. arafatana. Safiya va Qani cho'zyapman. Maryam Safiya va Maryam Safiya va Maryam Bizni tanidi. Xo'p, yaxshi. Ya'ni bizni tanidi. Yaxshi. Xo'p, keyingisi Asiya siz. الشهود عرفوا شهود ميديا شاهدة Shohidlar, guvohlar. عرف شاهدlar bildi Shohidlar bildilar, tanidilar. الشهود عرفونا Arafuna. Tarjimasi nima bo'ladi? Shohidlar bildi shohidlar bizni bildilar. Endi bizni deb aytishingiz kerak. Yaxshi. Asiya san. Al-musafiratu arafna. Mehmonlar bildilar. Musofirlar, musofirlar bildilar. Al-musafiratu arafnana. Musofirlar Bizni bildilar. bizni bildilar. Yaxshi. Xo'p, bu yerda sizlarga hammanglar shuni yozib kelasizlar. Arabcha o'zbekchasini. Men keyin sizlarga yana bitta fe'l beraman, shunga o'xshatib kelasizlar, tamom? Inshaalloh. Hop, darsni shu yerda tamomlaymiz. Inshaalloh. Savollar bormi? Yo'q. Yo'q. Tamam. Jazakalloh xayron. Demak,